Assalomu alaykum. Meni akvariumni fermada yana sotib boshlandi. Allohga shukur, barakasini bersin, oluvchiga ham, beruvchiga ham. Limonni lilipilarini sotuvga chiqdi, 4-5 santimetr. Keyin bunaqa gnezdollardan 4 taqa berdik. Keyin bunaqa turbichni izya proteini baland 3 ta konteyner qilib berdik. Bu nimamiz endi Jizzaxga chiqib ketadi. O'shanga paketni ham kattaroq qildik, suvni ham kattaroq qildik. Suvni juda ko'p bo'lsa, bo'limini qildik. Endi inshaalloh eson-omon, sog'lik salomatlik bo'lsin. Alloh barakasini bersin, oluvchiga ham, beruvchiga ham. Meni akvarium fermada kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar.